Avvalambor assalomu alaykum aziz muxlislar, qadrdonlar. Sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi. Hozir pochta keldi vodiydan. Endi hozir nimaligini birgalikda ko'ramiz. Sizlar ko'p kuttirib qo'ymaslik uchun tez ochishga harakat qilaman. Telefon raqamlarim yozilgan, ismim yozilgan, berib yuborilgan. Kimligini aytib turaman, Zokirjon degan ukamiz. Pochta berib yuborishibdi. Skoch bilan o'ralgan. Qadrdon muxlisim bu. Yana o'ralgan. Nima deb o'ylayapsiz? Qadrdonlar. Ko'k chiqsa-ya, ko'kiga o'xshaydi hakikaten. Uzun bargi kelaverasizlar. Kavotap deymiz ha? Kavotap qilamiz. Qo'yil. Zokirjon, gap bo'lish mumkin emas.